Ilm o'rganish mo'min musulmonlar uchun beshikdan qabrgacha farz bo'lishi, hammaga farz bo'lishi ma'nosi shuki, mo'min musulmon inson aqlini topib, voyaga yetib, balog'at yoshiga yetgandan keyin ibodat qilishi farz bo'ladi. Namoz o'qish kerak. Demak, o'shungacha namozni o'rganmoq, unga namozni o'rganish ilmi farz. Tahorat qilish, namoz o'qish, namozga kerakli suralarni o'rganish, namozni o'zi qanaqa o'qiladi, hammasini o'rganish uni bo'ynida farz bo'lib turadi. Buni farzi ayn deydi. Har bir shaxsni o'ziga farz bo'lgan narsa. Ramazon oyi kelsa roza tutish kerak, uni ham o'rganish kerak. Saharlik nima, niyatni qanaqa qilib qiladi, roza tutganda nimani yeydi, nimani yemaydi, qaysi narsada rozasi ochilib ketadi, qaysinisida ochilmaydi, hammasini o'rganishi farz. Ana endi kattaroq bo'ldi, maktabga bordi yoki o'quv yurtiga kirdi. O'sha ilmni o'rganish qanaqa, talabani odobi qanaqa, din bo'yicha buni o'rganish kerak. Bir kasb qildi, kimdir duradgor bo'ldi. Duradgor, musulmon duradgor qanday bo'ladi? Shariat bo'yicha buni hukmlarini uni o'rganish kerak. Tijoratchi bo'lsa, tijorat bo'yicha dinimizning hukmlarini o'rganish kerak. Uylanib, oila qursa, oila bo'yicha o'zi hukmimiz qanaqa, uni o'rganish kerak. Alloh farzand bersa, farzandni islom bo'yicha qanday tarbiyalaydi, uni o'rganish kerak. Ana, umr bo'yi ilm talab qilish shu. Ya'ni har bir narsasini dinimiz ta'limoti asosida olib borish kerak, shuning uchun o'rganadi. Mana hozir qattiq issiq Ramazon keldi, boshqa bo'ldi. Qarib qolgan odamlar o'rganadigan ilmlar bor. O'ta qarib, ro'zaga tutishi qiynalib qolgan odamlarning hukmi nima? Ana 90ga, 80ga, 85ga kirganlar o'rganadigan ilm turibdi. Fidya berish kerak, yoki o'zini tutish qobiliyati bo'lsa tutish kerak. Mana shularni o'rganib olish kerak. Qabrgacha o'rganadi degani mana shu.